Muruntov koni namoyish etadi. Boshqalar faqat tosh va tuproq ko'rgan joyda Mark Sheyder chiziqlar va qonuniyatlarni ko'radi. Uning xato qilishga haqqi yo'q, chunki u konning taqdirini chizuvchi mutaxassisdir. Ko'p yillik tajribaga ega sohaning yetuk mutaxassisi. O'tgan asrning 80-yillardan o'z mehnat faoliyatini Muruntov konida boshlagan Barnish Aleksandr Ivanovich. U Rossiya Federatsiyasidagi Novocherkassk Politexnika institutini tamomlab, 1983-yilda Muruntov koni bosh Mark Sheyder byurosida Mark Sheyderlik ishlarida kon ishchisi sifatida mehnat faoliyatini boshlagan. Yillar davomida u turli lavozimlarda muhandis Mark Sheyder, uchastka Mark Sheyder, katta boshqaruv Mark Sheyder va bosh Mark Sheyder sifatida faoliyatini yuritib, katta tajriba orttirdi. 1995-yilda 12 yillik boy tajribasi bilan kon bosh Mark Sheyder etib tayinlandi. Hozirgi kunga kelib, qanchadan qancha Mark Sheyderlarning ustozi va ayni damda bosh Mark Sheyder o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda. Uning shogirdlaridan biri Yoqubov Shuhrat Shokirovich. Toshkent davlat texnika universitetini tamomlab, 2002-yilda bosh Mark Sheyder byurosida Mark Sheyderlik ishlarida kon ishchisi sifatida ish faoliyatini boshlagan. Yillar davomida u uchastka Mark Sheyder va ikkinchi toifali Mark Sheyder sifatida faoliyat yuritib, o'z ustida tinimsiz ishladi. 2015-yildan boshlab bosh Mark Sheyder o'rinbosari sifatida samarali mehnat qilib kelmoqda. Mark Sheyderlik sohasida yangi dasturlar va asbob uskunalarini tatbiq qilishda o'z hissasini qo'shib kelmoqda va yosh mutaxassislarga o'z bilim va ko'nikmalarini o'rgatib kelmoqda. Ustoz shogird an'anasi bu kasbning davomiyligi, tajriba va bilim esa kelajakni barpo etadi. Sizning mehnatingiz kon barqarorligi garovidir. Bayramingiz muborak bo'lsin.